turibdi. Olsa bo'ladigan darajada bo'lib qoldi. Xudo xolasa olamiz. Ol. Hozir mana buni olamiz. Mana buni olmagan. Mana buni ol. Bitta bundan bo'lsa, ishonarli chiqadi. Bitta qolib o'zini spis qo'ygandir balki endi narsalar bo'lmaydi. Mana bu pergolkamiz. Orada pergolkani reklama qilib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qo'lim qaysi darajada botishini. Bu ko'tarmaydi. O'sha baland imorat qilgan tomchisini ko'tarmaydi deganlar uchun. O'shanaqa pinoblok ishlab chiqarganlar balkim bordir, bizda unaqa emas. Ko'rishingiz mumkin. Hozir men mashina haydayman. Damasda video olib turadi bolalar. Mana xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Mashina zavodda turibdi. Zavod bo'lgan holatda. Hozir pinoblokni ustiga chiqib turibdi. Hech qanaqa ezilib ketgani yo'q. Mana bu pinoblokni balon o'rtasida turibdi. Mana bu chetida turibdi. Agar ezilib ketganda mana shu holatda hozir ezilib ketish kerak edi. Bu yuk ko'tarmaganda yoki boshqa ishlar bo'lganda. Bemalol uyga ishonarli kelib xarid qilishingiz mumkin. Qashqadaryo, Chiroqchi, Yakkabog'da yetkazib beramiz. Olgan narsalarni dastlab ham qilib bera olamiz.